Kim birinci? Men birinchi. Men birinchi. Birinchi emas. Chaqiraq ekran doim govni qo'rqitib ketadi. Kechirgin Makis. Chaqiraq ekran doim meni qo'rqitib ketadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikaga tushib paydo bo'ladi. Uzun quyruq g'alati maxluq ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, g'alati maxluq matematika tartibdilar. Uzun quyruq g'alati maxluqning uzun quyrug'i bor. Mundaq shidi Lili. Men do'stlarim bilan birga g'alati maxluq sesiq puroqliq paradini tush qilmoqchi edim. Vah, o'yin ha? Siz boy deganingiz g'alati maxluq sesiq puroqliq paradini o'tish, shundaqmi, ha? To'g'ri, bizning bu paradni o'tishni qilishimiz alayda g'alati maxluq sesiq puroqni tabriklash uchun. Bu paradni o'tishga men mas'ul, chunki men hammadan sesiq. Undaqda sizni tabriklayman. Rahmat sizga go'vo. Biroq bir masala bor. Biz qayerdan boshlab minishimizdan qat'iy nazar mendan boshqa hamma odamlar yo'qolib ketdi. Bu paradni o'tishda yo'liqqan qiymasmi? Menga yordam qila olamsizlar? Albatta. G'alati maxluq matematika tartibilarni aniqlanmaydigan masalasi yo'q. Siz quyrug'ingizni 2 metr bo'lguncha biz qishingizga berib bo'lamiz. Undaqda sal turib ko'rishaylik. Biz oldi bilan g'alati maxluqlar sesiq puroqliq paradini o'tish faoliyati jarayonida boshqa g'alati maxluqlar nima uchun yo'qolib ketganligining sababini oydinlashtirib olaylik. To'g'ri, g'alati maxluq matematika hukmi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Bizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askatni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askatni so'zi bo'lsa, o'rin. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatmasini tanladim. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. O'rin. Hozir demaysan go'vo, kelar qatim raqamli maxluq ko'rgan andin degin. Shunday qilay. G'alati maxluq matematika atritidagilar biz birlikda g'alati maxluqning sesiq puroq paradini o'tishmasini hal qilaylik. Uzun quyruq g'alati maxluq. Nima degan yuqori ovozli sesiq puroq bu? Shundaq, biroq biz undaq yaraqarliq mengib bo'lmaymiz. O'yin bir boshlanışı bilan la mendan boshqasining hammasi yo'qolib ketdi. Boshqalarning hammasi bo'lgan taqdirda yana o'ynayolmay qoldik. Shunga biz bu sesiq puroq paradni o'tishni tamomlayamidik. Sizlar bizga qaytadan paraddan o'tib asanglar bo'ladimi? Nima masala chiqdi? Biz qarab boqaylik. Bo'ladi g'alati maxluqlar, hammanglar reytinglar kiringlar, norozilik bildirgan g'alati maxluq. U Moldaviyadagi eng sesiq g'alati maxluq. Beksizlikkan. Keyingisi bo'lsa sesiq tarpuroqli g'alati maxluq. Men shu. U bo'lsa sesiq putliq g'alati maxluq. Anglashimcha uning puti bek sesiq bo'lg'achqa sesiq puroqli g'alati maxluq deb nom olgan ekan. Bu da uzun quyruq g'alati maxluq. Bugun siz chaqirib kelgan sesiq puroqli g'alati maxluq bir-biriga yomon ekan. Rahmat sizga Lili. Norozilik bildirgan g'alati maxluq tayyor bo'ldingmi? O'yinni boshlaylik. Ko'rdinglarmi? Paradni o'tish boshlanmay turib, boshqalarning hammasi yo'qolib ketdi. Masalan, qayerda ishganligini bildim. Matematika atritikilar, sizlar nimani bayqadinglar? To'g'ri. Uzun quyruq g'alati maxluqning uzun quyruqi boshqalarni uchirib etdi. Tangrim, kechiringlar. Men qasddan qilmadim. Shu menbek hayajonlanib ketgan vaqtimda quyruqimni pulanildiman. Bu o'yinda men bekla hayajonlanib ketibdiman. Amaliyotda hozirning o'zida quyruqimni pulanlatqim kelyapti. Bo'ldi, to'xta. Bo'ldi, to'xta. Har qitim uzun quyruqni pulanlatganda ratga kirib bo'lgan boshqalarni ratdan chiqarib yetadi ekan. Shunga biz matematika o'qimidan foydalanib bu masalani hal qilaylik. Biroq, qanday ishlasak bo'lar? Raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. O'rin, ko'pchilik, tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 o'rin. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsa ekran keldi. Bir top kursiga chiqib ketgan g'alati maxluq
maxluqlar sabrchanlik bilan g'alati maxluqdan qilsaqlab o'tadi. Kimning o'rni birinchi ratda? U maxluq mulla qadalarmi? Aşı şuken, eng başçıksı şuken. Kimning o'rni ikkinchi ratda? Av maxluq signal tarqatalarmi? Aşı şuken, ratdagi keyingi maxluq. Kimning o'rni uchinchi ratda? Av maxluq chirqiralarmi? Aşı şuken, uchinchi ratdagi maxluq. Kim eng oxirgi ratda? Av maxluq qo'l pulag'atalarmi? Aşı şuken, ratdagi eng keyingi maxluq azroq narsa yemoqchi edi. Uningga yeydigan yemeklik yo'q bo'lib qoldi. Yemeklikning hammasi tarqatib bo'lindi. Uningga ustidagi rasm yeyishlikdek ko'rindi. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Biz hozir o'ringa munosib bilimlarni o'rganib oldik. Balki ko'rsatish ekrani bizga g'alati maxluqlarning paradini o'tgan chog'da turgan o'rnida masala bor demoqchi o'xshaydi. Qaraganda biz ularning o'rnini almashtirib bu masalani hal qilsak bo'lg'udak. Qani, matematika atirtirkilar. Biz birlikda g'alati maxluq matematik bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Uzun quyruq g'alati maxluq, boshqa g'alati maxluqlar sizning kayningizda bo'lg'achqa sizning o'rningiz birinchi ratda. Kechiringlar. Bo'ladi. Birinchi ratdagi o'rin uzun quyruq g'alati maxluqqa mos kelmaydi. Shunga biz ikkinchi ratga qarab boqaylik, ha? Dalmi shundaq. Qandaq demoqchi? Menimcha uzun quyruq g'alati maxluq ikkinchi ratda tursa bo'ladi. Qaysi ikkinchi ratdagi o'rin? Kichik do'stlar, biz birlikda barliq o'rinlarni sanab boqaylik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Shunga bu ikkinchi rat norozilik bildiruvchi g'alati maxluq siz uzun quyruq g'alati maxluq bilan o'rin almashtiring. Shunday qilsanglar u ikkinchi ratda turadi. Siz birinchi ratda turasiz. Boshqalarga yetakchilik qilasiz. G'alati maxluqlar, harakatlaninglar, o'rninglarni almashtiringlar. Nayt yaxshi bo'ldi. Paradni o'tishdan boshlanglar. Tayyorliklar bitdimi? Norozilik bildiruvchi maxluq. Hop, eksiz sıkken. Norozilik bildiruvchi maxluq tez to'xtang. Nim bo'ldi? Hamisha yaxshi ketib olmamdi. Uning ustiga bek sesiq. Siz yana kayningizga g'alati maxluqlarni uchirib etdingiz. Kechiringlar. Qaraganda uzun quyruqli g'alati maxluq birinchi va ikkinchi o'rinda tursa bo'lg'udak. Agar birasi uzun quyruq g'alati maxluqning kayni tursa, u shu odamni quyruqi bilan uchiraydi ekan. Faqat norozilik bildiruvchi g'alati maxluq eng bexatar, chunki u uzun quyruq g'alati maxluqning oldida turdi. U birinchi o'rinda turdi. Hey! Agar boshqalarning hammasi birinchi ratda tursa, hech kimning keyin turmasa, meningcha masala chiqmaydi, shundaqmi? Yaxshi amal bo'ldi. Go'vo, hammanglar to'g'risiga sap tuzib turinglar. Hammanglar birinchi ratda turinglar. Pek yaxshi bo'ldi, norozilik bildiruvchi g'alati maxluq. Tayyorligingiz bitdimi? Voyjon, g'alati maxluqlar, tez to'xtinglar. Rahmat. Do'stlar, masalaning qayerligini bildim. Hammasi birinchi ratda, boshlig'ichi yo'q. Ko'pchilik qayerga menishni bilmay qoldi. Uning ustiga biz texi uzun quyruq g'alati maxluq qayerda tursa yaxshi bo'lganligini bilolmadik. Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu biz g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini deyishimiz kerakligini bildirdi. O'rin. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1 2 3 O'rin. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsash ekrani keldi. Bir top g'alati maxluqlar musiqa ritmiga ergashib usul o'ynayotdi. Bu g'alati maxluqlar paraddan o'tishga qatnashyapti. Birinchi ratdagi maxluq mengashdan to'xtadi. Lekin keyingilari to'xtamay mengib oldingisiga usib oldi. Eng oxirdagi maxluq to'xtab qoldi. Hech kim uningga usib olmadi. U baxush bo'lib ketdi. Rahmat sana ko'rsatish ekrani. Siz birinchi ratda turganda boshqalar sizning kayningizda turadi. Agar siz eng oxirda tursangiz, hech kim sizning kayningizda turmaydi. Shunga uzun quyruq g'alati maxluq eng oxirda turish kerak. Shuning bilan uning quyruqi hech kimga tegmaydi. To'g'ri. Uzun quyruq g'alati maxluq eng oxirda tursangiz, quyruqingiz hech kimga tegmaydi. Quyruqingiz qanday planlatgangiz kelsa, shunday planlatsangiz bo'ladi. Bek bezi bo'ldi. Eng keyinda tursangiz, hech kim sizning quyruqingizga tegib ketmaydi. Biz matematika bilimlarida g'alati ishladik. Oy! Biz endi boshqalarning o'rnini tanishaylik. Kim birinchi o'rin turishni xohlaydi? Norozilik bildiruvchi maxluq. Nahayt yaxshi. Uning uzun quyruqi yo'q. Shunga hech kimga to'salg'i bo'lmaydi. Kim ikkinchi o'rin turishni xohlaydi? Qayerda turg'ingizga shu yerda turing. Qo'linglarni ko'tarsanglar bo'ldi. O'tinib qolay.
Yana siz xıptı xalit məxluq. Siz 3-cü orunda turun. Ha? En ahırda turduğunu siz pırqı var uzun quyruq xalit məxluq. Vah! Bo'ldi, norozilik bildirgich məxluq. Bar ovozingizni chiqarib to'lang. Nima? Sen mushundaqmi damsan, ha? Hey, men birinchi. Ey Kovu, aldın qarab mangın, başqalarının paradını ötüşkə yol başlığın. Hey, men birinchi. Nimanda qızqarıq paradını ötüşüp bu? Biroq men siz pıraqlıqqa bərdaşıq berəlmədim, bey sizikən. G'ayrat qilinglar, g'alati məxluq matematika atirtiriklar. Biz bu uzun quyruq g'alati məxluqning paraddan o'tgan chog'dagi eng muvofiq o'rnini topdik. Biz o'rniga munosabatli bilimlarni o'rgangandan keyin bu masalani hal qila oldik. Shunga albatta biz məxluqlarning usuli orqali olqish yang'irtaylik. Amiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz Biz matematika bilimlarini qalbimizga oldik, ishlatdik.